tasavvur qiling deb eshigingizni taqillatib kelib, biz ichki ishlar idorasidamiz, biz bilan borishingizga to'g'ri keladi deb sizni olib ketmoqchi bo'lishyapti. Mana shunaqa vaziyatda o'zingizni qanaqa qilib himoya qilasiz? Sizni qancha muddatda ushlab turish lozim? Qayerda ushlab turish lozim? O'zi umuman olganda ushlab turish asoslari qaysilar? Shular xususida keling bugun tanishib chiqamiz. Tushuntirishimizni Konstitutsiyaga murojaat qilishdan boshlaymiz. Bilamizki, Konstitutsiyamizning 27-moddasida shaxsiy daxlsizlik huquqi keltirib o'tilgan bo'lib, hech kim qonunga asoslanmagan holatda sudning qarorisiz hibsga olinishi, qamoqqa olinishi, qamoqda saqlanishi mumkin emasligi keltirib o'tilgan. Faqatgina istisno tariqasida sudning qarori mavjud bo'lmasa, ushlab turish 48 soatdan oshib ketmasligi lozimligi belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari 27-moddamizning ikkinchi nomi ham bor. Bu Miranda qoidasi deb yuritiladi va Miranda qoidasi nima ekanligini YouTube tarmog'idagi boshqa videolarimizda men batafsil to'xtalib o'tganman. Hozir ushlab turish asoslariga e'tiborimizni qaratamiz. Ya'ni 27-moddamizning oxirgi qismiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, shaxsni ushlash chog'ida unga tushunarli tilda uni ushlab turish asoslari, ushlab turish sabablari tushuntirilishi lozimligi ham keltirib o'tilgan va bevosita buni Jinoyat protsessual kodeksi bilan aloqador holatda sharhlaymiz. 11-sinf darsligimizning oxirgi qismlariga qaraydigan bo'lsak ham aynan o'sha Jinoyat protsessual kodeksiga murojaat qilingan, ushlab turish asoslari, dalillar, Jinoyat protsessual kodeksimizning 17, 35, 47, 43 va hokazo moddalariga murojaat qilingan. Va mana shu yerda aynan Jinoyat protsessual kodeksimizning 27-bobi ushlab turishga bag'ishlanadi. Keling, hozir siz bilan aynan mana shu ushlab turishga aloqador moddalarni 4-5 tasini qisqa qilib sharhlab o'tamiz. Dostkamizga e'tibor beradigan bo'lsangiz, men Konstitutsiyamizning 27-moddasini chiroyli tarzda Jinoyat protsessual kodeksining 27-bobi bilan ushlab turish asoslari bilan chiroyli qilib bog'lab o'tganman. Aynan 220-moddadan boshlaymiz. Jinoyat protsessual kodeksimizning 220-moddasida ushlab turishning maqsadi keltirib o'tilgan. O'zi bitta shaxsni nima maqsadda ushlab turamiz? Jinoyat protsessual kodeksining 220-moddasi shunga izoh beradi. Shaxs nima maqsadda ushlab turiladi? Jinoyat sodir etishda gumon qilinayotgan shaxs qochib ketishini oldini olish maqsadida, izlarni yo'q qilish yoki o'sha borib dalillarni yo'q qilish, guvohlarni yo'q qilishini oldini olish maqsadida uni qisqa muddatda ozodlikdan mahrum etishdan iborat majburiy choradir deb keltirib o'tiladi. Va bu Konstitutsiyamizning 27-moddasida ham o'z aksini topgan. Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasiga to'xtaladigan bo'lsak, ushlab turishni 4 ta asosini keltirib o'tgan. Ya'ni ko'chadan to'g'ri kirib kelgan shaxs sizni shunday tap etib ushlab olib keta olmaydi. Ushlab turishni asoslari bo'lishi kerak. Va mana shu 4 ta asosi 221-moddada o'z ifodasini topgan. Birinchi asos, ya'ni jinoyat sodir etish paytida bevosita yoki uni sodir etgandan keyin qo'lga tushsa. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatamiz, endi bo'ladi. Guruch kurmaksiz bo'lmaganidek o'sha prokuratura tarkibidan ham, ichki ishlar tarkibidan ham, sud tarkibidan ham yoki umuman boshqa davlat hokimiyati boshqaruv tartibi tarkibidan ham korrupsiyaga yo'l qo'ygan holatlarda o'sha pora olib turgan joyda qo'lga tushishadi, prokuratura xodimlari va yoki pora olib turgan joyda qo'lga tushishadi yoki o'sha jinoyat sodir etib turgan joyda qo'lga tushishadi. Mana shunaqa holatda, ya'ni birinchi asosi jinoyat sodir etish paytida yokida bevosita uni sodir etgandan keyin qo'lga tushsa deyiladi. Ikkinchisi, guvohlar yoki o'sha jabrlanuvchilar to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatib turgan bo'lsa, mana shu o'g'irladi, mana shu o'ldirdi, mana shu sodir etdi deb to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatib turgan bo'lsa. Uchinchi asosi, o'sha gumon qilinayotgan shaxsning ustida, kiyimida, cho'ntagida yoki uyida nima deydi, guvohlik berayotgan alomatlar, qon dog'i yoki o'sha vositalar topilsa. Va to'rtinchi asosi, biz uni jinoyat sodir etishda gumon qilyapmiz va u qochib ketishga harakat qilsa yoki umuman shaxsi aniqlanmasa yokida turar joyi noma'lum bo'lsa, mana shunaqa holatlarda biz uni ushlab turishga asos qilib olib, o'sha tegishli holatda, tegishli joylarda ushlab turamiz. Xo'p, ketdik. Ana endi Jinoyat protsessual kodeksining 222-moddasida ushlab turish huquqiga ega bo'lgan shaxslar keltirib o'tilgan bo'lib, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror ushlab turish uchun qaror chiqarib, bemalol ushlab turish huquqiga ega subyektlar sifatida keltirib o'tishimiz mumkin. Bundan tashqari, Jinoyat protsessual kodeksimizning 223-moddasiga yuzlanadigan bo'lsak, immunitet huquqi degan tushuncha bor. 6 ta subyektda immunitet huquqi mavjud. Ya'ni bu prokuror, sudya, ombudsman, biznes ombudsman, senat va deputatda
immunitet huquqi bo'ladi va bu parallel ravishda konstitutsiyamizning 104-moddasida keltirib o'tilgan. Ya'ni o'sha qonunchilik palatasi daxlsizlik huquqini yechmasdan turib, senatorni daxlsizlik huquqini yechmasdan turib uni hibsga olish, qamoqqa olish yoki o'sha ma'muriy jazo choralariga sud tartibida duchor etish mumkin emas. Avvalo uni daxlsizlik huquqini, immunitet huquqini yechishimiz talab etiladi. O'sha sudlar to'g'risida qonunda ham keltirib o'tiladi-ku, Sudyalar Oliy Kengashi va Oliy sud plenumini roziligi olinishi talab etiladi deb. Xullaski 223-moddada 6 ta subyekt, yuqorida sanagan 6 ta subyektim immunitet huquqiga ega hisoblanadi. Faqatgina bitta istisnosi bor, ya'ni 221-moddani birinchi qismida ko'rsatilgan holatlar istisno deydi. Ya'niki jinoyat sodir etib turgan joyda qo'lga tushyapti, pora olib turgan joyda qo'lga tushyapti. Mana immunitet huquqim bor, mana ushlab turishlaringiz mumkin emas, o'sha tegishli huquqni muhofaza qilish organlariga, ichki ishlar idoralariga olib borishlaringiz mumkin emas degan gapiga qarab o'tirmaydi. Chunki bevosita u sodir etish paytida qo'lga tushyapti. Buni aytib o'tadi o'sha 223-moddada. Bevosita o'sha 221-moddani birinchi qismida qo'lga tushsa deb. Birinchi qismi esa jinoyat ustida yoki uni sodir etgandan keyin qo'lga tushishi belgilab o'tilgan. Xullaski o'sha sodir etib turgan joyda qo'lga tushsa, immunitet huquqi ishlamaydi. Qolgan barcha holatlarda o'sha 6 ta subyektni alohida immunitet huquqi borligi to'g'risida ma'lumot keltirib o'tilgan. Xo'p, ketdik. Mana 6 ta subyekt ham sanab o'tilgan. Konstitutsiyaning 104-moddasi daxlsizlik huquqi bilan bog'langan. Ana endi Jinoyat protsessual kodeksini 226-moddasida ushlab turishni muddati keltirib o'tilgan. Ya'ni shaxs o'zi qancha muddatda ushlab turish mumkin sudning qarori bo'lmasa qo'limizda. Va bu 226-moddada 48 soat etib belgilangan va bu konstitutsiyamizning 27-moddasida ham mavjud. Ya'ni 48 soatdan uzoq muddat ushlab tura olmaymiz. U yog'iga sudning qarorini chiqartirib yana cho'zdirsak bo'ladi. Lekin sudning qarorsiz 48 soatdan oshib ketmasligi 226-moddada o'z ifodasini topgan. 228-moddamizda esa ushlab turish joyi, ya'ni qayerda ushlab turamiz? Olib borib podvalga tiqib qo'yamizmi, qop qorong'i zaxonaga? Yo'q. Ushlab turishni joyi sifatida 228-moddamizda ichki ishlar idoralarining xizmat xonalari, harbiylarda gavvaqtalar, dengiz kemalarini kayutalari deb aynan 228-moddasida keltirib o'tiladi. Va bundan tashqari agarda Jinoyat protsessual kodeksining 235-moddasida ushlab turish tufayli yetkazilgan ziyon haqida ma'lumot berib o'tadi. Ya'ni mana bunaqa. Agarda tergovchini, surishtiruvchini, prokurorni aybi tufayli noto'g'ri ushlab turilsa-chi, ya'ni tergovchi, surishtiruvchi, prokuror noto'g'ri harakat qilib, aytaylik endi, asossiz ushlab tursa-chi, muddatlariga rioya qilmasa-chi yoki umuman uni aybi bo'lmasa-chi, unga yetkazilgan zarar qanaqa bo'ladi? Ma'naviy zarar ko'rdik-ku. Bu fuqarolik kodeksini 991-moddasida o'z ifodasini topgan. Men bu yerda yozib qo'yganman, ya'ni tergovchi, surishtiruvchi, prokurorni, sudyani noqonuniy xatti-harakat, ya'ni o'sha asossiz xatti-harakati tufayli ushlab turilgan shaxslarga yetkazilgan ma'naviy zarar 1021-22-moddalarda ham fuqarolik kodeksida bu o'z aksini topgan. Buni ochib qarasangiz chiqib keladi. Xullaski fuqarolik kodeksini 991, 1021-22-moddalarida ma'naviy zarar haqida gap ketib, aynan surishtiruvchi, tergovchi, prokurorni, sudyani noqonuniy xatti-harakati, asossiz ushlab turishi tufayli yetkazilgan zararni qoplanishi haqida gap ketadi. Demak, siz bilan biz Jinoyat protsessual kodeksini 27-bobi orqali 220, 221, ya'ni 220 ushlab turishni maqsadi nima? 221 ushlab turishni 4 ta asosi qaysilar? 222 ushlab turish uchun qaror chiqaruvchilar, 223 immunitet huquqiga ega bo'lgan shaxslar, ya'ni biz tap etib ularni ushlab keta olmaymiz. 6 ta subyektda sanadik. Sudya, tergovchi, sudya, prokuror, ombudsman, biznes ombudsman, senator va deputat deb 6 tani sanadik. Va mana shunaqa holatda va yoki 226-modda ushlab turishning muddati qancha? Bu konstitutsiyamizning 27-moddasi bilan bog'landi. Va bundan tashqari 228-moddada qayerda ushlab turiladi? Bor podvalga tiqib qo'yadimi? Yo'q. Ushlab turish joyi ichki ishlar idoralarining xizmat xonalari, harbiylarda gavvaqtalarda, dengizlarda kema kayutalari va hokazo deb keltirib o'tildi. Va 235-moddada noto'g'ri gumon qilib ushlab tursakchi, uni zarari qanaqa bo'ladi? Ya'ni bu fuqarolik kodeksining 991-moddasiga asosan ma'naviy zarar tariqasida qoplab berilishi keltirib o'tildi. Va buni konstitutsiyamizning 27-moddasi, 104-moddasi daxlsizlik huquqi senator va deputatlarda birga bog'lab, chambarchas qilib yodlasangiz maqsadga muvofiq va tushunarli bo'ladi.
Hurmatli kuzatuvchilar, ayniqsa orangizda abituriyentlar ko'pchilik bilaman va bir ma'lumotni yodlashda e'tibor bering va esingizdan chiqmasin. Darslikka faqatgina tayanib qolmang. Hech qachon darslikka tayanib qolmang. Chunki chaladan chapni tushunasiz darslikka tayanib qolsangiz. Sababi darslikda konstitutsiyani, kodeksni, qonunlarni, jumlalarni yulib har qayerdan tashlab bergan. Qaysiki to'liq yoritib bermagan. Chunki to'liq yoritib bersa, u kodeksni o'zi bo'lib qoladi. Ushlab turish asosi deyapti, dalillar deyapti, nomaqbul dalillar deyapti. Nima bu o'zi? Kodeksga murojaat qiling, qonunga murojaat qiling. Shunda sizda batafsil to'liq tushuncha bo'ladi. Ya'ni, masalan, o'sha boya aytganimdek, kelyapti-da ichki ishlar idorasidanmi sizni olib borishimiz kerak deyapti. Xo'p, qancha muddatda ushlab turiladi o'zi? Qayerda ushlab turiladi o'zi? Bunga kimnidir qarori kerakmi? Yana cho'zdirsa bo'ladimi? Noto'g'ri gumon qilib aytaylik, ustidagi kraskani ko'rib, voy qon dog'i ekan deb, tap etib olib borsa, yetkazilgan zarar qanaqa qoplanadi? To'liq savollar beribchi, shuni varog'lab kodeksga, qonunga murojaat qilib yodlasangiz, o'sha ma'lumot sizda zo'r mixlanadi, esdan chiqmaydi. Uzoq muddatga, hatto kerak bo'lsa, o'sha ish jarayoningizda ham asqotadi. Faqatgina kitob uzun so'zlarni eshitib, qayerdan kelyapti shu so'z? Masalan, oddiy 11-sinfingiz o'zi g'irt kodeksdan kelgan. Hamma so'zlar oila, jinoyat, jinoyat protsessual kodekslaridan kelgan. 10-sinfingiz ham fuqarolik kodeksi bilan oila kodeksini, keyin fuqarolik to'g'risida qonun, iste'molchilarni qonuni, intellektual mulk qonunni o'zi bo'lib yotibdi. Faqatgina siz uni bunday o'qiysizda, kitob so'zlaridek tuyuladi. Aslida o'sha narsa qayerdan kelyapti? Qonunni so'zidan kelyapti. Buni kuchli ustoz sizga sharhlab berish kerak. Men o'quvchilarimga sharhlab beraman-da, shuni o'qib ketyapti. Masalan, 10-sinfingizda shunaqa jumla bor. Oila mavzusida. Bola oilada g'amxo'rlik qilinish, oilada tarbiyalanish, virgul, o'zini fikrini bildira olish, virgul, familiyasiga ega bo'lish, virgul va qarindosh urug'lar bilan ko'rishish, virgul qilib 15-14-mavzularda virgul qilib yozib ketilgan. Ana shu ma'lumot qayerdan kelyapti? Oila kodeksining 65-moddasidan boshlangan. Ya'ni oila kodeksining 65-moddasida bolani oilada tarbiyalanish, g'amxo'rlikka ega bo'lish huquqi. 66da qarindosh urug'lari bilan ko'rishish huquqi, 67da himoyaga bo'lgan huquqi, 68da fikr bildira olish huquqi, 69-70da familiyaga ega bo'lish huquqlari keltirib o'tilgan. Kodeksda shunday moddani nomlarini olyapti-da, virgul qilib yozib ketyapti. Yoki umuman boshqa manbalarda ham. Ya'ni siz kitobda mavzularni o'qishda обязательно kodeksni, qonunni normalariga, moddalariga murojaat qilsangiz, sizda to'liq tushuncha shakllanadi. Ya'ni u g'aliz chalkash ma'lumotlar bo'lmaydi-da, tog'dan bog'dan yo'lingandek. To'liq tushunchaga ega bo'lasiz. Nima ekan? Ushlab turish nima ekan? Hozir masalan shu qisqagina videomni, sal tez gapirganim inobatga olmasdan, shu qisqagina videomni pauza qilib, kodeksni varog'lab, hamma bunaqa ekan, konstitutsiyani varog'lab, hamma bunaqa ekan deb bir 2-3 marotaba takrorlasangiz, ushlab turish haqida to'liq tushunchaga ega bo'lib olasiz. Qancha muddat ushlab turish kerak ekan? Qayerda ushlab turish kerak ekan? O'zi bitta insonimda ushlab turishimizdan maqsad nima? Yoki ushlab turish asosi nima? Asosing bormi deydi-yu, asosing bormi? Ko'rsat deydi-yu. Xuddi shunga o'xshagan. Tap etib ko'chadan kirib kelgan, men ichki ishlardanman, men prokuraturadanman yoki umuman men palonchaman deb tap etib ushlab olib borib, ushlab turishga huquqi bormi, yo'qmi? Buni cho'zdirish asoslari bormi, qanaqadir va hokazo. Shular bilan bog'liq to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz agarda bitta ma'lumotni atroflicha kodeksga, qonunga murojaat qilib yodlasangiz. Shu bilan bunga aynan 27-moddani atrofida jinoyat protsessual kodeksini qamrab olgan ma'lumotlarimiz nihoyasiga yetdi. Doskadagi ma'lumotlarni yozib oling. Ya'ni bu yerda bir o'q bilan 3 ta quyon urilmoqda. 35 ta ro'yxatingizni tarkibidagi jinoyat protsessual kodeksi, 11-sinf darsligingizning oxirgi qismi va konstitutsiyaning 27-moddasi. YouTube'dagi boshqa videomizda esa o'sha Miranda qoidasini tushuntirganman, sharhlaganman. Doskani yozib oling. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan ustozingiz advokat Azizova bo'ldi. Bizdan yiroqlashmang. Xudo xohlasa berib boradigan ma'lumotlarimiz soni yanada ko'payadi va bu sizni ilmingizni oshishida xizmat qilsa, biz xursandmiz.